Assalomu alaykum, rahmat kattakon. Odil, o'g'lim baxtli bo'lgin. Ya sanchib turgin. O'tkir, az to'xtab tur. Samdan ursin. Axir niyatiga yetibdi. Non tashiydigan mashina urib ketibdi. İnsanlar kelib ketaveradi. Alloh nazar qilgan odamlar sanoqli bo'ladi. Shuning uchun chehralaringni ochib o'tirlar. Yosh qizlar bir xilgisi kulib o'tiribdi, bir xilgisi tumshug'ini osiltirib o'tiribdi. Bittasi xuddi men qarzim bordek o'tiribdi. Qarasang. Obidizdan ketsa qabristonga ketadi, bunaqa ketadi. Obidizdan. Obidga o'xshagan san'atchi bo'lsin demoqchisiz. Obidjon shu yerda tursa yarashmasmidi? Mana shu to'ylarga qarashmasmidi? Bu siz uchun har doim mana shunaqa gulladek ochilib, rang-barang bo'lib yering. Men 78 yildan beri taniyman Obid Asomovni. Necha yoshda bo'ladi bilmayman. В шоу-бизнесе второму папе, моему дяде Obid aka, который очень сильно. Odilxonning yuragi mana bunda uryapti. Yoshlarga baxt saodat tilaymiz. Qo'sha qarab baxtli bo'lsin. Alloh. Nima deydi, hozir gapirishga ojizman. Dilimni deb yurganim yetmadimi? Ayt yetmadimi? Хон, сын всеми нами любимого Obidaka и светлая ему память. Shukrullo Isroilov, Mirzabek Xolmedov, Mustaqil O'zbekiston davr uchun baxtli bo'linglar. Muvat video taqdim etadi. 22-oktyabr 2019-yil seshanba oqshomi Charog'on restorani. Odilxon hamda Zuhraxonlarning nikoh oqshomlari. Ustozim rahmatli Obid aka Asomovning farzandlarining to'yi. O'zlari bo'lganlarda boshqacha bo'lardi. Bugun o'zlari hayot bo'lganlarda 56 yoshga to'lgan bo'lardilar. Alloh rahmat qilsin, oxiratlarini obod qilsin, farzandlari baxtli bo'lsin. Keyin ilohim farzandlari rohatini ko'rsinlar. Yaxshi navaralar bersin. Navaralarining rohatini ko'rsinlar, to'y tomoshasini ko'rsinlar. Bugun hamma qadrdonlar, hamma yaqin insonlar mana shu to'yxonaga kelishgan. Obid akamning hurmatlari, ularning oilalarining hurmatini qilib, men Odilxon ukamga, kelin poshshiga faqat baxt tilayman. Baxtli bo'lsin, qo'sha qarashsin. Ruh shod bo'lsin Obidjonni. Bola farzandlarini baxtli qilib, hamma do'stlar, hamma birodarlar yonida bugun ruh shod bo'ladigan kun, ham tug'ilgan kun edi bugun. Mana bu farzandlari baxtli bo'lsin, qo'sha qarasin. Yana bitta yulduz ketdi oramizda. Nima derdik, dunyo ortarsiz-u bizdan. Yalnız yorug' yulduz ketdi oramizdan. Nima derdik, dunyo ortarsiz-u bizdan. Yaxshi ishlar qolar ekan izimizdan. Oppoq qizim, ko'zmunchoq ko'zim, onam deysan, aylanay o'zim. Tinglab o'tir bir mudom so'zim. Kyoto'ra, kelin poshsha, tabriklaymiz. Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Intervyu yaxshi ketyapti. Menga ham yoqyapti. Biz sizlarga faqat yaxshilikni tilaymiz. Agar sizlarga yaxshilikni tilamaganimizda salom peni ilinmagan bo'lardik. Xo'sh, salom peni afzalligi nimada deyishinglar mumkin. Salom peni afzalligi bu hech qanaqa komissiyasiz va eng arzon pul o'tkazmalari. Menga ishonmayapsizlarmi ana? Habibdan so'raylik. Ha, Habib? Ha, aytgancha, video ostidagi silkani bosib, ilovani yuklab olinglar. Hali meni rosa duo qilasizlar. Baxtli bo'linglar, to'ylar muborak bo'lsin. Qo'sha qaranglar, kelasi yil shirindan shakar farzandlarni ota-onasi bo'linglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Okamiz Obid akamlarni Xudo rahmat qilgan bo'lsin.
yana bir bor kuyovto'ra kelinboshi tabriklaymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Kuyovto'ra kelinboshi tabriklaymiz. Baxtli bo'linglar. To'ylar muborak bo'lsin. Sen haqingda so'zlar, qalbim tubida nidolar, tinmay jo'shurar sog'inchim yig'lar. So'nda biz sevgan gullar, go'yo so'ngandek tuyg'ular. Armon bo'ldi ku orzular, dilda qayg'ular hukm surar. Yulduzlar ayt menga, shamollar ajrashganmiz bir umrga. Yulduzlar ayt menga, shamollar ayt menga, nega aynan biz ikkimiz ajrashganmiz bir umrga, bir umrga. Tabriklayman. Shu qatorda bizga ham nasib qilsin kelajakda. To'g'risi havas qilib turibman hozir. Va bugun endi ustozimizni eslamasdan iloji yo'q. Va yana bir narsa borki, men bu insonni faqatgina yaxshi kayfiyat bilan eslashni xohlagan bo'lardim, chunki har doim insonlarga yaxshi kayfiyat bag'ishlab yurganlar. Shuning uchun bugun to'y, bugun bayram, bugun xursandchilik. Bugun mazza qilib hammanglar miriqib, dam olib, davramizga chiqib raqsga tushib, yaxshi madaniy xordiq olib ketasizlar degan umiddaman. Va shu o'rinda men Dilfuza kenayimga bir kichkinagina sovg'a emas, bir e'tibor demoqchiman. E'tibor. Agar qabul qilsanglar, agar ruxsat bersanglar, men shu narsani hozir topshirsam, keling pastga tushaylik mashdan. Bu siz uchun har doim mana shunaqa gullardek ochilib, rang-barang bo'lib yuring. Bolalaringiz rohatini ko'ring har doim. Albatta, Odilxon akam ham kelajakda siz bildirgan ishonchni albatta oqlaylar degan umiddamiz. Baxtli bo'linglar. Bugun mazza qilib dam olasizlar degan umiddamiz. Qolaversa Toj guruhining eng yorqin chiqishlari hammasi sizlar uchun bo'ladi. Shuning uchun barchalar yaxshi kayfiyat, agar qo'linglar tomonidan bo'sh bo'lsa bitta guldiroz qarshi chalib beringlar. Rahmat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Kel yonima bir boring qonim ber. Kel go'zalim vaqt bu aylanar yer. Bilsang gar senga aytarim sev. Odiljon, Zuhraxon, adashim, baxt onlaringlar, baxtli kunlaringlar muborak bo'lsin. Hayotinglardagi unutilmas onlar, unutilmas daqiqalar abadiy sizlar bilan birga bo'lsin. Otalaringiz, onalaringiz orzu qilgan baxtga ega bo'lganingiz rost bo'lsin. Hamisha baxtingiz butun bo'lsin. Alloh sizni hamisha har ishda, har yo'lda, har ro'z qo'llab-quvvatlasin. Sidqi dildan baxt tilayman sizlarga, omad tilayman, sog'lik, salomatlik tilayman. Kelajakda bir-biridan chiroyli, shirindan shakar farzandlarni ota-onasi bo'lishinglarni sidqi dildan tilab qolaman. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Obijon Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Obijon shu yerda tursa yarashmasmidi? Mana shu to'ylarga qarashmasmidi? Dilfuzaxon oldida tursa yarashmasmidi? Obidxonni eslab ta'zim qilamiz. Obijon, sizni ruhingizga gul tutib bo'lmas. Sizni so'zlaringizni unutib bo'lmas. Vo darig'o, sizni hech qachon unutib bo'lmas. Obijon, sizni eslab ta'zim qilamiz. Avvalambor yoshlar, tabriklayman, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun ushbu xonadonga kelin keldi. Qalbimizga, dilimizga sevinch keldi. Oq poyandoz to'shan kelin yo'llariga kuyov bola olib o'tsin qo'llarda. Kelin poshsho yangi uyga qadam bosar. Ostonaga bir umrlik ismini yozar. Qaynonaning ko'zlarida yosh kuladi. Necha yillik orzulari o'shaladi.
Orzularingiz ushalgani rost bo'lsin. Baxtli, saodatli bo'lsin bolalar. Rahmat hammanglarga. Avvalambor assalomu alaykum butun Asomovlar sulolasiga, rahmatli ustozimiz Obidjon akamni farzandlari, nabiralari, barcha qadrdonlariga mana bugungi bo'ladigan chiroyli to'y muborak bo'lsin deymiz. Odilxon qo'sha qarib baxtli bo'linglar. Sizlar elimiz suygan san'atkorni zurriyotlari sizlar. Xudo xolasa sizlardan tug'iladigan farzandlar ichida ham Obid akamdan ham buyuk san'atkorlar tug'ilsin, rassomlar tug'ilsin. Xudo xolasa Xudoyimdan so'raymiz, birinchi farzandinglar Xudoyim o'g'il bersin, ikkinchisi qiz bo'lsin. Nasib bo'lsa o'g'il qizinglar ko'p bo'lib, kenayimizni umuman hamma qavm qarindoshlarni xursand qilib yurishinglarni tilaymiz. Qo'sha qaringlar, baxtli bo'linglar. Kenaya qudachilik, abadiychilik bo'lsin sizlarga. To'ylar muborak bo'lsin. Kelin-kuyovlarga yana bir bor baxt tilayman. Sog' bo'linglar. Salom. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'linglar. Hamisha hamma vaqt bo'linglar. To'linglar, to'kinmanglar, qatoringlardan kam bo'lmanglar, to'y ko'ringlar. Aziz boshinglar to'ylardan, yaxshi kunlardan chiqmasin. Dasturxon to'rida, yurakni qo'rida, yuqorida joylarni zo'rida o'tirgan kuyov to'ramiz Odilxon, kelin poshsha Zuhraxon qo'sha qaringlar. Baxtli, saodatli bo'linglar. Shirindan shakar o'g'il, qiz farzandlarga ota-ona bo'lib yuringlar. Rahmat. O'tiringlar, sog' bo'linglar. Rahmat. Uylanib Odilxon savob deganni tegida qolib ketdi, xudo xolasa. Uylanganga behisob savoblar yozilar ekan. Er xotin bo'lib bir-birini qo'lidan ushlab olib, umr guzoronlik qilsa, insonchilik bilan bilib bilmay qilgan xatolari kaftini orasidan to'kilib ketaverar ekan. Bir-biriga kulib qarasa 10 ta savob ekan, shirin so'z aytsa 20 ta. Yo'l peti ufasa 30 ta. Pichoqlab olsa 40 ta. Chiroqni o'chirib qo'ysa 50 ta. Eshikni qulflab qo'ysa 60 ta. Tong otguncha, xo'roz qichqirguncha, ko'kchoq tepasi mahallasida xalqi uyqudan turguncha, yo 550 ta yo 600 ta savob yig'salari bo'lar ekan. Ilohim uylari savobga to'lib ketsin, baxtli bo'lsin. Lekin xotin kishiga muomala qiladigan tomonlari bor ekan. Ayolga qo'pol, dag'al so'z aytib bo'lmas ekan. Bittasi ichib kelib xotiniga o'dag'aylabdi. Menga o'g'il tug'dim, qiz tug'dim deb sen birib ketibsan. Xulli bo'lib ketibsan. Bechora ayol bolasiga husnini beradi-da, sochini qorasini, ko'zini nurini, tishini durini. Erkak nima beradi erkak? Erkak faqat tantanali va'da beradi, boqaman deb. Xulli bo'lib ketibsan, o'zini qorni tizzasiga tushadi. Ozmasang, chiroyli bo'lmasang, boshqasini topib olaman desa xotini qo'rqib ketibdi. Ozib ketibdi. Chiroyli bo'lib ketibdi. Boshqasiga tegib ketibdi. Ajab bo'pti. Shuning uchun ulug'lar aytadi, ayol qovurg'adan yaralgan. Egmang sindirib qo'yasiz. To'g'rilamoqchi ham bo'lmang. Xudo sizga qandoq qilib yetkazgan bo'lsa, shundoligicha umr guzoronlik qiling deydi. Yana bir gap, xotin kishiga qasam ichib bo'lmas ekan, aldab. Bittasi xotinini aldasa, shu gapingiz rostmi deb so'rasa, aldasam non ursin der ekan. Bu gapingiz rostmi desa, aldasam non ursin. Oxiri niyatiga yetibdi. Non tashiydigan mashina urib ketibdi. Bechora o'lmagan-u adabini yebdi. Bugun Obidni ruhi shod. Jussasi kichkina bo'lgani bilan juda katta san'atkor edi. Juda ham katta san'atkor edi, ulkan san'atkor edi. Shuning uchun ham butun hamma yerlardan, mana dunyoni juda ko'p joylaridan bugungi to'y bilan muborakbod etib Obidni do'stlari
tasmalarda jo'natishdi tabrigini. Bu ham o'sha Obidni butun jahon taniganligi. Joyi jannatda bo'lsin. O'g'lim, qizim, baxtli bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi farzandlarni bersin. Shu farzandlaringlar tug'ilganda ham kelib aqiqalarda qatnashib bizga nasib etsin. Dilfuz, senga katta rahmat. Mana shularni oq yuvib, oq taraganing uchun. Siz qarshi chalganlarning qo'llari dard ko'rmasin, rahmat. Endi o'rtoqlar, men uzoq gapira olmayman. Obidjon haqiqiy xudo yuqtirgan san'atkor edi. Lekin qolgan san'atkor shogirdlarga faqat shu Obidizdan ketishni istayman xolos. Qarshi. Obidizdan ketsa qabristonga ketadi, bunaqa ketadi. Obidizdan. Obidga o'xshagan san'atchi bo'lsin demoqchisiz. Yo'q, gali bilan boradi deganim. Gali bilan. Oldin kelgan oldin ketadi degan gap bor xalqimizda, lekin biz baribir uzoq umr, baxt, saodat tilaymiz. So'zni ruxsat bersangiz, yana bir ukamizga bersak, yoningizda turibdilar mana. Obidjon charchaganda hech kim qolmasa Shukrullohga suyanib turar ekan, mana shunday qilib. Shukrulloh hammamizni suyangan tog'imiz, ishongan bog'imiz. So'z sizga. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Bugun mana shu bir chiroyli Charog'on restoranda juda bir chiroyli to'y bo'ldi. Odilxon bilan Zuhraxon kelinimizni ilohim 2 yosh qo'sha qarisin, baxtli saodatli bo'lsin. Kelin boshi sinimizni qadamlari qutlug' bo'lsin. O'sha borgan joylarga tup qo'yib, palay yozib, tinib, tinchib, qo'shgan bilan qo'sha qarib, baxtli saodatli bo'lsinlar. Dilfuzaxon kelinimiz shu bolalar rohatini ko'rib, Odilxonga kelasilik chiroyli farzand bersin. Odilxon baxtli bo'lgin, qo'sha qarigan, sog' salomat bo'lgin, umring uzoq bo'lsin. Kelin boshi bilan umringning oxirigacha hayoting chiroyli, fayzli, barakali bo'lsin. Sog'liq farzandi bersin ilohim. Sog' salomat bo'lishga majbursan. Sani baxtingga shu Dilfuzaxon kelinimiz, qizlari hamma sog' salomat bo'lsin. Dilfuzaxon kelinimizning kuyovlariga ham rahmat, baraka topsin. Shunchalik qo'ldan kelgancha shu chiroyli to'ylarga qarashyapti, umri uzoq bo'lsin. Topganiga Alloh baraka berib, to'kilgani o'rni to'lsin. Baxtli bo'lsin, qo'sha qarishsin. Bir chiroyli qarsak chalib qo'ysanglar, hurmatli mehmonlar. Rahmat. Endi Obidjonning kuyovlarini gapirdilar. Obidjonning kuyovlari emas, o'g'illaridek bo'lib, shu xonadonda nima izzat ikrom bo'lsa, yigitlar xizmat qilishadi, ilohim sog' bo'lsin. Endi yana bitta kuyovlari u kishi Amerikada, endi Xudo xolasa u kishi ham sog' salomat bo'lsinlar. Sinimiz, qizimiz Nozimaxon bilan. Aziz mehmonlar, mana bu yigit Botir Xo'ja Muhammad Xo'jayev. Hamma qaynona kelinlarni bir-biri bilan urushtirib, so'z sizga. Assalomu alaykum. Salom Charog'on. Assalomu alaykum Qudanda, qo'ni qo'shni, qarindosh urug'lar. Boringlarga shukr. Shuncha qiziqcha chiqibdi mana Valijon, Mirzabek, Shukrulloh, Obidjonni Alloh rahmat qilsin. Odilxon baxtli bo'lgan o'g'lim. Qo'shganing bilan qo'sha qaragin. Yana yilga Xudo xolasa aqiqa oshlarida ko'rishaylik. Qiziqchilardan foyda yo'q. Navbat O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaga. Rahmat. Hozir Valijon ham tabriklasin. Valijon ham tabriklab qo'ysin. Marhamat. Gap yo'q, umrlar uzoq bo'lsin. Men Odilxonni oldin ko'rganimda boshqacha bir hayajon masda ko'rdim, lekin bu taxtiravonda boshqacha bir hayajonda o'tiribdi. Yuragi qanaqa urayotganini sezib turibmiz. Bizi to'ylarimiz haqiqatan o'zbekning to'yi kiyoni jo'ralarni qiqirig'i bilan. Shuning uchun kelinglar, bitta imkoniyat. Kiyoni jo'ralari shu yerda bo'lsanglar, bitta qiqirib olinglar. Kiyoni jo'ralari to'yda maza qilyapsizlarmi? Bu endi boshlanish edi, bu repetitsiya edi, kamera qaradi. Endi patnis taqillatadigan qilib qiqirasan. Kiyoni jo'ralari, kelin bilan kuyov qo'shganlar bilan qo'sha qarab baxtli bo'lib ketsinmi? Voy, men bekorga bularni baqirtirayotganim yo'q. Chunki to'yxonada kiyoni jo'ralar xuddi shuna qilib, "Hey!" deb baqirsa, to'yxonada erga tegmagan qizlar bo'lsa, "Voy, ey" deydi. Kimni navbati deydi. Yigitlar, oranglarda uylanmaganlar bormi? Ajab bo'lsin, battar bo'linglar. Chunki bugun kuyov bolani yuragi boshqacha uryapti. Odilxonning yuragi mana bunday uryapti. Kelin poshoni yuragichi. Bunaqa paytda sal boshqacharoq uradi. Ikkala yurag ham bir-biriga urib tursin. Odilxon, endi yuragingiz oddiy urmasin. Kelin posha tomonga qaraganda har mahal hayolim senda sevgilim deb tik urib turaversin. Zuhraxon,
Kuyov to'ra ishga ketayotganda qayoqqa ketyapsiz deb kuzatmang. Yaxshi borib keling deb kuzating. Qaytib kelganlarda qayerdan kelyapsiz deb kutib olmang. Yaxshi keldingizmi deb kutib oling. Ana shunda baxtingiz butun bo'ladi. Ikkala yoshning baxti butun bo'lib, bugungi kundan Obod akamizning ruhlari shod bo'lsin deganlar qarsanglarni ayamasinlar. Rahmat. Yana bir farzandimizga navbat beramiz. O'zbekistonda hamma qiziqchilar aktyorlarning ovozlarini o'xshatishgan, lekin Obidjonni ovozini hech kim o'xshatgan emas. Oybekka nasib qildi. Oybekka yagona nasib qildi. Oybek endi Obidjon akam bo'lib tabriklaysiz. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Birinchi marta shu Obtakamning ovozlarini o'xshatganimda Obtakam bu kelishilgan holatda bo'lgan. Oybek tug'ilishidan beri Mirzakam tayyorlab kelganlar deganlar. O'zlari qoyil qoldilar. Men shu Odilxonni kelinma kuyovni Obtakamning ovozlarida tabriklasam. Avvalambor assalomu alaykum, rahmat kattakon. Odil o'g'lim baxtli bo'lgin. Ya sanchib turgin. O'tkir, az to'xtab tur. Odil baxtli bo'lgin, sog' bo'lgin, yaxshi o'g'il, Xudoning qudrati. Xudo xolasa yaxshi o'g'il, yaxshi qizlar bersin. Xudo xolasa men seni kuzatib turibman, o'g'lim. Xudo xolasa doim sen bilanman. Sog' bo'l, baxtli bo'l. Ana arsligi yetdik, Mirzabek aka yaxshi olib borsin. Men tepadan qarab turibman, Xudo xolasa bo'pti. Rahmat. Oybek sog' bo'l. Obtakamning yo'lini bersin. Rahmat, sog' bo'linglar. Mirzabekka rahmat. Salomat bo'linglar. Umrlari uzoq bo'lsin ilohim Odilxonni. Xafa bo'lasiz. Hozir madam bo'lib turganda indamay turib. Yozyapti, ertaga Instagramga chiqaveradi. Chiqaversin. Chiqaversin falaka. Eski partiya, eski akalar, dadalar. Men aytmoqchi bo'lganim, do'stimizni tug'ilgan kunda biz uchun o'lgan yo'q. Biz uchun ko'ch bo'lgan yo'q. Biz uchun hamisha bor, muxlislar uchun hamisha bor. San'atkorda har bittasini o'zini jamiyatda joyi bor. San'atkor har kun tug'ilavermaydi. İnsanlar kelib ketaveradi. Alloh nazar qilgan odamlar sanoqli bo'ladi. Shuning uchun men o'ylayman, xalqim o'lganini ham tirigini ham e'zoz qilaver. Qanchamiz qoldik, qanchamiz emas, u yog'iga Xudo poshsho. Qolganlarga umr bersin. Sog' bo'lib, salomat bo'lib, yoshlar baxtli bo'lsin. Endi aslomiz. Baxtli bo'ling ilohim. Men aytmoqchi bo'lganim, inson zoti qiziqdi. Biri o'lib qolsa, astoydil hamma ko'rsin deb yig'laydi. 3 kun motam qolgani bayram. Bu o'lmaydiganda yig'laymizda, odam o'lmaydi, ko'ch bo'ladi. Shuning uchun mening uchun o'rtog'im o'lmagan. Uni qilgan mehnatlari, xalqqa qilgan anaqalari hamisha qalbimizda, dilimizda qoladi, xalqimizni qalbida, dilda qoladi. Bu bir. Ikkinchidan hammalaringizga aytmoqchiman, chehralaringni ochib o'tiringlar. Kulishib o'tiringlar. To'y bo'lyapti. Men xohlardimki, biz san'atkorlarning orqasidan yig'lanmasa, biz san'atkorlarning orqasidan 2 kalima yaxshi gap gapirilsa yetadi. Xizmatlarimizga u dunyoya bu dunyo rozi bo'lamiz. Biz shunaqa, biz xalq xizmatkorimiz. Qolaversa, hammalaringga yaxshi kayfiyat, chehralaringni ochib o'tiringlar. Yosh qizlar bir xilgisi kulib o'tiribdi, bir xilgisi tumshug'ini osiltirib o'tiribdi, bittasi xuddi men qarzim bor deb o'tiribdi. Da, я хорошо выгляжу, я знаю. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, kayfiyatni ko'tarish kerak. Hayotni yaxshi ko'rish kerak. O'zi 3 kun hayot. Uni ham 2 kuni g'iybat bilan janjalda, 1 kuni g'urbatda o'tadi-da. O'lamiz, bir-birimizni go'shimizni yeb. Shuning uchun tinchlik bilan yashaylik. O'rtog'im nurlar ichida yotsin. Hamma o'tganlarni Alloh oson qilsin. Bizga ham nima deydi, chiroyli yetib borishga nasib qilsin. Hammamiz ketamiz. Hech kim bitta vechni emas-da. To'ylar bo'laversin qolganlariga. Sizlar o'zlaringdan ko'payinglar. Odilxon, eshityapsanmi? Yiliga bosasan. Bo'sh kelmaysan. To'xtadi, cho'tinito bo'ladi. Tushundingmi? Shu butun ayollarda ko'ryapsanmi?
onalaring, singillaring, opalaring, kuyovlaring topishiga qarama. Sen shularga boshsan endi. Mana shu. Katta qiz dedi, ona o'rnida ona, katta o'g'il, sen bir dona o'g'il, kattasi ham, kichkinasi ham ota o'rnida dedi. Kerak bo'lsa, boshiga tang'illatib urishga ham haqqing bor, gapirishga ham, siylashga ham haqqing bor. Shunaqada biz o'zbekchilikda. O'g'il bolani haqqi ko'proq. Shuning uchun men tabriklayman. Qabul qilgin. Endi xudo xolisa 5 to'ylarda asablarimga tegib har yili 5 to'y qilur. Oxiri voy aytib kelding deydigan qil. Xudo xolisa. Ashunda hisob. Sog' bo'lib, salomat bo'linglar. Endi turib to'ydek qilinglar. Turavermanglar. Keyin yeyishamiz. Hali hech nima qilmaganga o'xshamayapti. Marhamat, hamma davraga. что для меня удалась такая честь, что я узнала вашу семью благодаря моему, можно сказать, в шоу-бизнесе второму папе, моему дяде Обутаке, которого я очень сильно уважала и любила до сих пор. Я всю свою жизнь, наверное,
конечно же, он будет в моем сердце и в моей душе. Поздравляю от всей своей семьи, от моего имени, от всей своей команды с таким прекрасным, счастливым днем. Желаю всей вашей семье счастья, улыбок, море улыбок. И самое главное в жизни — это здоровье. Потому что без здоровья ничего в жизни не надо и не интересно, и не нужно. Дай Бог, как говорится, побольше вам детей, потому что дети — это и есть большое счастье. Вот. И, конечно же, obitakan ruhlari shod bo'lsin, ilohim. Albatta 2 yosh baxtli bo'linglar. Я знаю, что Обитака очень долго ждал этого момента, очень хотел женить своего сына. Он его очень сильно любил, он вас очень сильно любит. И дай Бог, чтобы вы все его надежды, как говорится, правильное русло поставили и жили именно так, как хотел Обитака. С большим уважением, Munisa Rizayeva. Спасибо. Mehmonlar, yaqinlarimiz, do'stlarimiz, kelin-kuyov baxtli bo'linglar, sog' bo'linglar. Eng yorug' tilaklar faqat sizlar uchun. Rahmat. Men bemorman, holi yomonman, men mehrga zor intisoman, tinmagan olam, yurakda alam, bedavoman, benavoman, dardi ko'zimda bo'lar namoyon, azob dilimda etmadim bayon, insof o'zingga, tosh yuragingga, bir bor kulmadim xiyonatingdan buyon. Bergan vatan xatfada bo'lib qolmadimi, yoki ko'ngling bitta yorgina xud qolmadimi, zarur vijdon deganlari to'sib bo'lmadimi, alamim bor, alamim bor. Bergan vatan xatfada bo'lib qolmadimi, yoki ko'ngling bitta yorgina xud qolmadimi, zarur vijdon deganlari to'sib bo'lmadimi, alamim bor, alamim bor. Nur o'tar oy, bo'lmas nihoya, xol so'rab qo'y, bola kifoya, dilimdan olam, topmadim ilhom, benavoman, benavoman, dardni dilim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh rozi bo'lsin. Bugun mana shu ishga bosh qo'shgan har bitta insonni xatti-harakatidan Alloh rozi bo'lsin. Bugun nima deydi, juda katta xursandchilik aslida bu xonadonda. Lekin bu xursandchilikni biz qiziqchilar hozir mana yuzimizda tabassum bilan o'tkazyapmiz. Lekin aslida qandaydir bir sog'inch bilan o'tkazyapmiz. Baribir bitta gap miyamizda aylanib yuribdi. O'zlari bo'lganda bir boshqacha bo'lardi. Balkim o'zlari ham shu yerdadirlar. Ularning ruhlari, Obid akamizning ruhlari balkim shu yerlarda hozir uchib yurgan bo'lsa ajab emas. Abbosjon qo'shganlari bilan qo'sha qarsin, baxtli bo'lsin. Ilohim Obid akamni ko'rmagan umrlarini ko'rsin. Martabalari ham shunaqa bir ulug' bo'lsin. Qo'sha qaring ukajon. Baxtingiz butun bo'lsin ilohim. G'amli kamli ko'rmang. Ilohim doim uyga talpinib turing. Balkim biz san'atkorlar, balkim dadangiz ham vaqtida uyda bu ko'p bo'la olmagandirmiz. Lekin sizga bitta niyatim Abbosjon, ko'proq uyda bo'ling. Farzandlaringiz davrasida bo'ling. Oilangiz davrasida bo'ling. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring. Kelin po'sha, siz ham Abbosjon ishga chiqib ketayotganlarda qayerga ketyapsiz deb kuzatmang. Yaxshi borib keling deb kuzating. Qaytib kelganlarida qatdan kelyapsiz deb kutib olmang. Yaxshi keldingiz deb kutib oling. Baxtingiz shunda butun bo'ladi. Qo'shganinglar bilan qo'shing. Ishlarim unutdim, hattoki yoqdim, boy bo'lganim sezmadim.
otaxon, Zuhraxon, baxtli, saodatli bo'linglar bolalarim. Do'stimizni ruhlari, arvohlari sizlarni har doim qo'llasin. Men sizlarga xuddi mana shu oqshomdan boshlanib umringizni oxirigacha davom etadigan mehr, muhabbat, baxt, saodatni tilayman. Onalaringizni asranglar, sog' salomat bo'linglar va shirin shakar farzandlarni ota-onasi bo'linglar. Bugun albatta bevaqt dunyoni tark etgan do'stimizni o'rni juda ham bilinyapti, juda bilinyapti. Qanchalik biz harakat qilmaylik o'zimizni tutishga, bu hammamiz uchun juda ham og'ir yo'qotish. Men yana bir bor shu do'stimizni joylari jannatda bo'lsin deyman. Ruhlari sizlarni qo'llasin deyman. Baxtli bo'linglar. Zamanı geçmiş olsa bile rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla bugun mana bizni do'stimiz bo'lmuş Obid aka Asom, Alloh rahmatli qilsin, o'shaning farzandlarining to'yi bo'lyapti. Odilxon bilan Zuhraxonlarni biz albatta bularga, yoshlarga baxt tilayman. Baxtli bo'lsin, o'zlaridan ko'paysin, yaxshi farzandlarning ota-onasi bo'lsin. Ana shu to'ylarda ham xizmat qilish hammamizga nasib qilsin. O'tganlarni oxirati obod bo'lsin. Sog' bo'ling. Endi bari hozir ko'pchilik san'atkorlar eslab o'tayotgan ekan, Obid akamni Alloh rahmat qilsin. To'xtaboladigan umringiz uzoq bo'lsin, ilohim, hammani umri uzoq bo'lsin. Men 78 yildan beri taniyman Obid Asomovni. Necha yoshda bo'ladi bilmayman. Opa bormi shu yerda, Mastur opa? Shu yerdami? Shu yerdami? O'shalar biladi. 78-yildan beri men institutga kirganman, shu yerda bir sabab bilan kelib qolib, qo'shnisiga kelib chaqirib, tanishib, u paytda ular san'atkor emas edi. Sobit akam men bilan to'ylarda mana singillari bor ekan. Sobit akam biz bilan bir 5-10 yil yurdi men bilan. Obid akam balaxonada rasm chizib o'tirardi. Menga chiqing, rasmingizni chizaman desam, aytardim, qancha o'tiraman desam 2 soat dedi. O'tirmayman dedim. Men 2 soat o'tira olmayman, sababi xizmatlarimiz bo'lardi. Ilohim o'tganlarni Alloh rahmatli qilsin, bir eslab qo'ydik. O'shandan beri taniyar edik. Endi u narsa hozir mana shu paytda aytmasak, boshqa paytda aytadigan paytimiz yo'q bizlarning. Hayot hech kimda bir xil davom etmas ekan. Bugun marhum san'atkor shogirdim Obid Asomov tug'ilgan kuni. Shu kunga uni farzandini uylanish to'yini ma'qul ko'rishibdi. Bu narsa menga ham ma'qul bo'ldi. Chunki shu bahonada uni eslayapmiz. Uni to'g'risida ancha yaxshi gaplar gapiryapmiz. Endi har bitta san'atkorning o'zini o'rni bor, o'zini muxlisi bor. Bugun Obidni eslagan muxlislari yoki o'tgan mehmon bo'lib kelgan muxlislari faqat qayg'u bilan eslashyapti. Achinish bilan eslashyapti. Lekin bu Xudoning kuni. Buni o'zgartirib bo'lmaydi. Xudoning amriga qarshi borib bo'lmaydi. Men nima deyman? Obidjonni Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Oxirati obod bo'lsin. Yaxshi kunlar ko'rdi, chiroyli kunlar ko'rdi. O'ziga yarasha
yoshiga yarasha juda cho'qqilik chiroyli kunlarni ko'rdi. Mana shunaqangi chiroyli kunlarni ko'rish farzandlariga ham nasib qilsin. Nasib qilsin, faqat nasib qilsin. Kim yashab turgan bo'lsa, go'zal hayotga intilaversin. Avvalambor yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Mana shu ajoyib to'yxonaga 2 yoshli baxt va saloh oqshomiga tashrif buyurgan hammaga shu fursatdan foydalanib yoshlarga baxt saodat tilaymiz. Qo'sha qarab baxtli bo'lsin. Alloh shirin farzandlarni bersin. Rahmatli Obid akamni xonadonlarda doimo yaxshi kunlarda xizmatda bo'lganmiz. Bundan keyin ham shunaqangi xursandchilik kunlar bo'lsin, faqat xizmat qilish nasib qilsin. O'tganlarni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, qolganlarni salomat qilsin. Rahmat. Xush kelibsizlar. Tashrif buyurgan mehmonlar nomlaridan kelin-kuyovlarimizga baxt saodat tilaymiz. Qo'sha qarab baxtli bo'lsin. Alloh shirin farzandlarni bersin. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Yosh baxtli bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Yana yilgi 5 to'ylarga ham kelaylik. Mana Obidjon rahmatlik o'rtog'imiz, do'stimiz edi. Ular joylar jannatdan bo'lsin. Juda ham yaxshi ko'radi, juda hurmat qilar edik. Endi har eslaganda odamning ko'ziga yosh keladi. Qolgan mana umrini masalan o'g'illariga bersin, mana qizlariga bersin. Iloyim har doim xonadonlarda masalan to'ylar, bayramlar bo'lsa, mana do'stlar yig'ilishib hammamiz birgalikda o'tkazaylik. Canım hay hay, kuydirma canım hay hay, nozingdan ovozingdan bay bay. Duch kelganda so'z aytmay, sho'xlik qilib gap otmay, axir ketolmayman indamay. Artist Mavludaxon Asalxo'jayeva Odilxon va Zuhraxonlarni muborakbod etadilar. Marhamat, qarsakinglar. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Yoshlar baxtli bo'lsinlar, uzoq bo'lsin. Yana yil Sozda Jamol akam. Biz endi Obidjon o'zimizni eng yaqin o'rtog'imiz, do'stimiz edi. Uni eslamasak bo'lmaydi. Iloyim joylar jannatdan bo'lsin. Shunaqa nima deydi, hozir gapirishga ojizman. Biz hamma nima qo'shiq aytgan bo'lsam, qo'shiqlarimga ham yaxshi ko'rgan qo'shiqlari ko'p edi. O'ynab bering desam o'ynab berardi. Joylar jannatdan bo'lsin. Qolganlarning umri uzoq bo'lsin. O'g'li baxtli bo'lsin iloyim. Endi sizlar uchun sho'xida aytaman-da. Ha. Yo'q, uni keyin gapiramiz. Endi sho'xidan aytaman, sho'x qo'shiqlarga hammalarni davraga taklif qilaman. Bugun endi to'y bayram o'ynamasak bo'lmaydi. Ketdik, menga ne degan qo'shiq. Qizlarimiz bilan davraga. Assalomu alaykum, hurmatli ushbu kecha mehmonlari. Bugun xalqimizning sevimli san'atkori marhum Obidjon Asomovni xonadonlarida katta shodiyona, Odilxon, Zuhraxon chin yurakdan sizga baxt tilaymiz. Qo'sha qaringlar, o'g'il qizinglar ko'p bo'lsin. Ustozimizning ruhlari bugun shod. Doim Xudo xolasa o'g'il qizli, farzandli bo'lib, chiroyli baxtli hayot kechiringlar. Hurmat bilan Sayfiddin Fayziyev, Obid Asomovning shogirdlari. Assalomu alaykum. Azizlar, bugun Odilxon hamda Zuhraxonlarning visol oqshomi ekan. Avvalo bu kunlarga yetib kelmagan ustozimiz marhum Obid Asomovning ruhlari shod, bugun joylari jannatda bo'lsin. Albatta kelin-kuyovlarimizga baxt saodat tilaymiz. Shirindan shakar farzandlarni doimo yaxshi ota-onasi bo'lib yurishlarini tilakdoshimiz. Dilmurod Qosimov. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz mehmonlar. Bugun
marhum ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obidjon Asomov xonadonlarida bayram shodiyona farzandlari Odilxon hamda Zuhra xonlarini nikoh, visol oqshomi kechalari shu fursatdan foydalanib biz shogirdlari kelayoshga baxt tilaymiz. O'zlaridan ko'paysin, serfarzand bo'lsin, serdavlat bo'lsin. Xudo xolasa yaxshi kunlarda xizmatda bo'lish hammamizga nasib qilsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. To'ylar yana bir bor muborak bo'lsin. Barotbek Orzimatov. Dilfuza Kenaya, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Bolalaringizni hammasini rohatini ko'ring. Jarligingga ko'mganim, tilimni deb yurganim yetmadimi? Ayt yetmadimi? Yoningda ko'rib turganim, sardanga ko'zimni yumganim ayt yetmadimi? Ayt yetmadimi? Dilingda yoki gumon, yomon xayollar hamon ketmadimi? Yo ketmadimi? Qachongacha bu davom chegaralardan yomon voy yotmadimi? Voy yotmadimi? Mayli manda, mayli sanda xato bo'lsa Obidjonning do'stlari, birodarlari, hamkasblari, do'sti, yori, og'aynilari va hamma bir og'izdan aytyaptiki, Obid buyuk inson bo'lgan. Obid buyuk artist bo'lgan. Artist nomini jahonga tarqatgan, artist nomiga dog' tushirmagan bir inson deb ta'kidlashyapti. Albatta farzandi baxtli bo'ladi, saodatli bo'ladi. Biz istaymiz, Xudo xolasa Obidga o'xshagan insonlar bunyod bo'lsin yangi oiladan. Baxtli bo'lsin. Nahotki zarra vijdoning, sevgi g'ururing insofiy ayt qolmadimi? Ayt qolmadimi? Dilingda yoki gumon, yomon xayollar hamon ketmadimi? Yo ketmadimi? Qachongacha bu davom chegaralardan yomon voy yotmadimi? Voy yotmadimi? Aziz teletomoshabin do'stlar, bizning mikrofonlarimiz Qoq shahar markazidagi Charog'on restoraniga o'rnatilgan. Bu yerda ustozimiz Obid Asomovning farzandlari Odilxonning to'yi bo'lyapti. Mana bu yerda ustozimiz turib, kelgan mehmonlar keldi-ketdi qarab turamiz, borib o'tirayotganimiz yo'q. Baxtli bo'lsin, yoshlar qo'sha qarasin. Nima deysiz Mirzabek aka? Bo'lmasamchi, assalomu alaykum. Ilohim Xudo sizlarga baxt, saodat, fayz, barokat, shirindan shakar o'g'il qiz farzandlarni ato etsin. Yana farzandlarni to'ylariga kelaylik. Xudo xolasa baxtli bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. Obidjonning ruhlari sizlardan shod va rozi bo'lsin. Amin. Baxtli bo'ling. Odilxon baxtli bo'l ukam. Bos bu yoqqa Odilxon, gazni bos. Hayotda gazini bos uka. Shukrullo Isroilov, Mirzabek Xolibedov, Mustaqil O'zbekiston davr uchun. Baxtli bo'linglar. Duolar sizlardan alqasin. Hayotinglar ko'zdan bo'lsin. Bugungi fayzli nikoh oqshominglar kabi biz barchamiz qarindosh urug'lar, yori do'st birodarlar, oshna-og'aynilar, ota, ona, avlod, qadrdonlari hammalari sizlarga faqat baxt va yana bir karra baxt tilaymiz. Oq yo'l sizlarga Odilxon va Zuhraxon.